Yaqin o'tmish tarixdan sizu bizga ma'lumki, ittifoq otasi hisoblanmish Iosif Stalin 1953-yilning 5-mart kuni vafot etgan. Uning o'limidan keyin bu ham sir emas, Sovet ittifoqining qizil rangdagi taxtiravoni uchun bir necha yil o'sha davrdagi partiyaning oliy nasabli kishilari orasida qizg'in va ko'rinmas urush bo'lib o'tgan. Shunday bir davrda, aniqrog'i Stalinning o'limidan keyin NKVDning rahbari sanalgan Lavrentiy Beriyaning buyrug'iga asosan Iosif Stalin murdasi bir necha ittifoqning o'sha paytdagi ko'zga ko'ringan nomdor shifokor va jarrohlar tomonidan yorib ko'riladi va o'rganiladi. Bundan esa asosiy maqsad Stalinni haqiqatdan o'z ajali bilan ketdimi yoki u o'ldirilganmi degan savolga javob topish edi. Endi faktlarga yuzlanamiz. 1950-yilning 4-sentyabr kuni Ivanovskaya oblasining Vichuga shahrida tavallud topgan yozuvchi va publitsist Sigizmund Mironinning Stalin qanday zaharlangan kitobida yozishiga ko'ra, Stalinning murdasini yorishda Sovet ittifoqi sog'liqni saqlash vaziri Andrey Tsiritikov, Ivan Kuznetsov, Anatoliy Ivanovich Strukov va Avtsillar qatnashgan. Sigizmund Mironin o'z asarida sog'liqni saqlash vaziri hisoblangan Andrey Tsiritikovni Stalinni o'lik tanasi uzra pichoq tortishga botina olmagani sababli bu ishni qilishni u Ivan Kuznetsovga topshirgani haqida yozadi. 1948-yilning 16-oktyabrida Odessada tug'ilgan yana bir yozuvchi Rafael Grugman bo'lsa, o'zining Stalinning o'limi kitobida ittifoq rahbarining murdasini Anatoliy Strukov birinchi bo'lib yorgan deb qayd qiladi. Eng qiziq tomoni shundaki, murdani o'rganish boshlanganda Sigizmund Mironinning ta'kidlashiga qaraganda Stalinning xos soqchilari Xrustralyov va Gusarovlar barcha jarayonni o'z ko'zlari bilan kuzatib turishgan. Ularni murdani o'rganish xonasiga kimning buyrug'i bilan nima sababdan kiritilgani esa hozirgi kunga qadar sir tutilib kelinadi. Stalinning hayoti haqida qimmatli ma'lumotlarni yana bir rus adibasi 1949-yilning 19-may kuni Rostov-na-Donu shahrida dunyoga kelgan Yelena Prudnikovaning Stalin ikkinchi qotillik nomli asaridan ham olish mumkin. Uning yozishiga ko'ra, Iosif Stalinni murdasini yorib ko'rishayotgan o'sha xonada Stalinga juda yaqin bo'lgan uning yana bir xos soqchisi Vasiliy Tukov ham bo'lgan va u jarrohlarning xulosalarini shu joyga e'tibor berishingizni so'ragan bo'lardik. Jarrohlarning xulosalarini birinchi bo'lib o'qigan shaxs hisoblanadi. Endi jarrohlar tushunadigan qilib aytganda ekspertlar xulosasiga to'xtalsak, siyosatchi va taniqli yozuvchi Yuriy Ignatyevich Mukhin Stalinning murdasini o'rganish natijalari va xulosalari to'g'risida o'zining Stalinning va Beriyaning qotillari kitobida yetarlicha ma'lumot berib o'tgan. Uning yozganlariga ko'ra, o'sha ekspertlar xulosasi umuman tushunib bo'lmas holatda davlat arxividan yo'qolgan. Buning o'rniga faqat o'sha xulosaning eskirgan bir nusxasi topilgan. Undagi yozuvlar esa yozuvchi Yuriy Mukhin kabi sizu bizni ham hayratga soladi. O'sha nusxada 1953-yilning iyul oyi degan sana yozilgan. Bundan kelib chiqadiki, Iosif Stalinning murdasi uning o'limidan 4 oy o'tib o'rganilgan. Shuningdek, yana shunisi hayratlanarliki, Stalinning kasallik tarixi muntazam qayd qilib boriladigan jurnal ham sirli ravishda g'oyib bo'lgan. Xo'sh, buning kimga nima sababdan keragi bo'lgan? Ittifoq rahbari murdasining xulosasiga bag'ishlangan yana bir qimmatli ma'lumotlarni yozuvchi Rudolf Balandin o'zining Stalinning vasiyati kitobi orqali barchaga yetkazgan. O'sha kitobda yozilgan ma'lumotlarga tayanadigan bo'lsak, Iosif Stalin murdasini o'rgangan ekspertlar uning xulosasiga Stalinni oshqozondan qon ketishi oqibatida vafot etgan deb yozishgan. Bu xulosaning shubhali tomoni shundaki, Iosif Stalin to o'limiga qadar hech qachon oshqozonidan o'zining shifokoriga shikoyat qilgan emas. Bundan kelib chiqadiki, u noma'lum zahar orqali zaharlangan bo'lishi mumkin. Endi o'sha Stalin murdasini yorib ko'rishda ishtirok etgan jarroh va ekspertlarning keyingi taqdiri haqida qisqacha ma'lumot beramiz. 1908-yilning 23-oktyabr kuni Checheniston Respublikasida tug'ilgan yozuvchi va publitsist Abdurahmon Aftarxanovning shu voqea to'g'risidagi qaydlariga yuzlanadigan bo'lsak, Stalin murdasini yorishda qatnashgan barcha shifokor va jarrohlar o'zlarining bu ishi bilan o'zlari uchun bilmasdan o'lim hukmini o'qib qo'yishgan. Sababi, ular eng katta sirni ochishgan va bu haqida qayerdadir gapirib qo'yishi mumkin deb ittifoqning o'sha davrdagi maxfiy xizmat tomonidan va
NKVD tomonidan hamisha gumon ostida bo'lishgan. Shu boisdan ham Yosif Stalin murdasini o'rganishda qatnashgan Sovet Ittifoqi Sog'liqni saqlash vaziri Andrey Tritikov ko'p o'tmay ittifoq sanitar boshqarmasi rahbari Kuperin va murdani o'rganishda qatnashgan bir necha jarroh bilan birgalikda besabab hozirgi Rossiyaning Vorkuta shahridagi qamoqxonaga jo'natilgan. Stalin murdasini o'rganishda xulosa yozgan ekspertlardan biri professor Arseniy Vasilyevich Rusakov bo'lsa, to'satdan vafot etgan. Bundan ma'lum bo'ladiki, yuqorida nomlari tilga olingan shaxslarning barchasi qandaydir juda katta ahamiyatga ega bo'lgan sirdan voqif bo'lishgan. Shu sababdan ham ularning barchasi birin-ketin asta-sekinlik bilan yo'q qilingan yoki tillari ko'rinmas iplar bilan bog'lab tashlangan. Ishonamizki, mavzu orqali siz uchun faqat yangi ma'lumotlar taqdim qila oldik. Turfa olamni kuzatishda davom eting. Siz umuman kutmagan tarixiy ma'lumotlar hali oldinda. Hurmatli YouTube olamining doimiy kuzatuvchilari, sizni sportning barcha turlari haqidagi bir-birini takrorlamaydigan roliklarni tomosha qilish uchun Sportnik kanaliga taklif etamiz. Ushbu kanalda siz nafaqat sportning barcha turlari haqida ma'lumot olasiz, balki kundalik sport yangiliklari bilan ham tanishib borasiz. Kanalga obuna bo'ling, kanal manzilini har doimgiday rolik ostida qoldiramiz.